Yangi bozorda atrofi Tinchlik plazani to'g'risida joylashgan va mana bu yerda Gorniy universiteti stadioni xuddi shuni orqasida. Lokatsiya вообще zo'r. 449 million so'mga menimcha 3 xonali xonadon ko'rmagan bo'lsangiz kerak yangi domladan. Men sizlarga bugun ko'rsataman xuddi shunaqa uyda. Ipoteka qilsa ham bo'ladi. Bu bitta xonasi skvoznoy variantda. Xo'p, to'g'riga mana yana deraza bor. Прямой skvoznoy xonadon. Vonna tualetlari alohida, общий kvadrat 72,5 metr kvadrat. 449 million so'm, juda ham zo'r narx. Xohlasangiz bitta asvijit qilib oling. Xohlasangiz shu holatda qoldirsangiz ham bo'ladi. Marhamat, mana Gorniy universiteti orqasi, to'g'ridan Mittivoy universiteti o'zi, bu yoqda Navoiy City qurilyapti. Pishgan shitli dom, ko'pchilik bilsa kerak, 7 qavatli domlardamiz. Lifti 24 ga 7, asosiy katta zal, balkon qismi ham bor. Asosiy kirish eshigi, koridorda uzunligiga, kattaligiga e'tibor berasizlar. 449 million so'm faqat barakasiga ozgina o'tib beriladi, ko'p o'tilmaydi. Plus oshxonasi, duxkonturni kotyolda ishlaydi. Navoiy shahridan kim xonadon qidirayotgan bo'lsa, 3 xonali arzonroq narxda, men ana shu xonadonni sizlarga tavsiya qilaman. Kimga ma'qul kelsa, hoziroq pastdagi raqamga qo'ng'iroq qiling. Ushbu xonadon zarurat yuzasidan dastroshni shunaqa arzon narxda sotuvga qo'yilmoqda.